hozir priyomga kichkina bolani olib kelishdi, 3 yoshli bola. Insulini 38, normasi 10 gacha bo'lishi kerak. 38. Keyin surishtiruvda nima aniqladik? Bolaga har soatda non kashi berilar ekan. 3 yoshli bo'lishidan qat'iy nazar tayyorli ovqat yemas ekan, har 3 soatda, har 2 soatda, har soatda non kashi yerkan, insulin mana shunaqa baland bo'lib ketgan. Bola juda ham semirib ketgan, terli urishi bezovta qiladi ota-onasini. Tinmasdan kasal bo'ladi. Agarda bola 1,5-2 yosh atrofida bo'lsa, uni tabiiy ovqatga o'tkazish kerak. Hadeb har xil kashalar, pechenkalar berish kerak emas. Iloji boricha tabiiy ovqatlar berishga, go'sht berishga, tovuq berishga harakat qilish kerak. Bolani chaynashga o'rgatish kerak. Bu bola даже chaynashni ham bilmaydi, chunki unga o'rgatilmagan. Shunaqa dangasa bola bo'lib, katta bo'lyapti.